O'tgan yil sarframga shuni oldim-ku, 300 mingga. Voy, ishon haligacha mazza kiyaman. Tim bo'li hozir yana bahor keldi, mana setishni. Ashe mazza chiroyli. Faqat men maloshisini olgandim. 300 mingga oluvdingiz-a? Ha, 300 mingga. Sizni kiydirib olganman-da. Skidka qo'yman u xalqqa buni. Tushunmadim. 150 ming qilib skidka qilib olganman. 150 mingga skidka qilding, lekin menga 300 ming sotding, a? Sen meni ustimda izvatsiya qilding-a? Bo'ldi. Sen meni lo'q deb o'ylayapsanmi? Shu qilganing uchun ham hozir xalqni oldida sen mana shularni 150 ming emas, attiga 99 ming so'mga sotasan. Mana shunaqa kachesini oyoq kiyimlaring, tushundingmi? Tushundingmi? 300 mingga olgansiz. Endi bo'ldi. Qara, sen meni 300 mingga, sen meni opa deysan. Birga ishlaymiz deysan, opajonim deysan, lekin menga 300 mingga sotgansan, kiydirgansan. Nima uchun endi hozir sen meni ko'z yoshlaringga qaramasdan 99 mingni qo'yib yubora olmayman? Xalq uchun 99 ming emas. Shunchalar setgan. Ishoninglar, shaxsan o'zim olganman, to'yimda sarfamga. Mazza qilib kiyaman. Shunchalar setgan. Qorasi bor, to'myesinisi bor, maloshin. Men maloshisini olganman. Chunki kelin ko'ynagi bilan jim tur. Chunki men kelin ko'ynagi bilan kablok kiya olmasdim. Mana shu oyoq kiyimni kiyganman, kelin ko'ynagi bilan. Вообще zo'r, udobniy, ishoninglar. Shunaqa mazza qilsizlar, hozir ham kiyaman. Shunchalar setkasi bor. Xohlaganingizni olib kelishinglar mumkin. Bu yoqda men opa gapimga ishonaman, video ham olyaptilar meni. Aytmoqchi bo'lganim, Aziga oldiga kelmanglar. 150 ming desa, mana shu bilan sharaq urib 99 mingdan qo'yib bergan Shahripamda bemalol 99 mingdan olishinglar mumkin. Keyorasizlar. Sen menga 300 ming nima gapirdingiz? Hazillash